Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bilasizlar, men shu baliq oviga kasal bo'lganman hozirgi kunlarda, ayniqsa sezon payti. Mana Ribalov do'koniga keldim. Okamizga murojaat qilib, aka menga shu marinkaga zo'r qarmoqni qilib bering, yig'ib bering desa, mana o'zlari mana bu qarmoqni cho'tki qilib yig'ib berdilar. Bu nima? Qanaqa qarmoq endi aka? Teleskopический marinka ushlash kerak, marinka. Teleskopический marinkaga necha metrli bu? 3 metrli uzunligi. 3 metrli uzunligida cho'tki qilib 100 grammgacha. 100 grammgacha gruz ilsanglar bo'ladi. Cho'tki qilib buni qilib berdi. Ertaga endi uni testировать qilamiz. Undan tashqari marinkaga yaxshilanib yem bering desam, hozir mana chigirtka berdilar. Qora chigirtka hozirgi kunda shunga zo'r tushyapti. Bu chigirtkani men ancha-muncha do'kondan topolmadim. Ayniqsa mana shu Ribalov do'koniga keldim. Bularda bu yerda vagonlab olib kelib qo'yishibdi. Xullas, kelaverasizlar. Assortiment juda ham cho'tki, bomba. Endi natijasini ertaga ko'ramiz. Endi zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Sizlarga omad.